Senga qara, bug'oni ko'milchini chaqirib yoramiz. Bo'ldi qilaylik, kalta yur jonga tegdi. Men uni qamalib chiqqanman deb qo'rqitaman. Ishonmaydi. Meni namga tatuirovka chizib qo'yasan. Zo'r haqiqat. Men ham qo'rqaman tatuirovkali odamlardan. Ketdi. O'xshayapsan. Mana kel, davay bos. Nima chaqirding? Men qamalib chiqdim. Endi gaplashamiz. Sanmi qamalib chiqqan? Flashning yo'qmi? Nimaga? Ola o'chiraylik. Qamalib chiqqansan deb faqat meni uryapti. O'chirmasang uraveradi-yu. O'chiraveraylik. Sen cho'chima, hozir borganda chalg'itib turasan. Zonadagi bir voqealarni aytib berib tursang, tosh bilan uraman peshonasiga. Og'daramiz. Davay. Aka, men zonada o'tirganimda hamma mendan qo'rqqan. Yaxshimisiz? Xo'p, nima qilish kerak shunga? Qamalib chiqqanman, tushunyapsizmi? Nima qilyapsan?